kachigar. Ha. Yozda ko'sib. Ha. Yine mana isteyankani katta kuni siz bo'lasiz. Çok. Keyin anustan beradi, chitani beradi. Jezda. Çok. Do'konni yangilab beradi. Niye bu? Bu zihniyete bu da geliştiler. Nasıl şeyler şu. Yangilab beradi deyman-da. Mayli, eğer ölmese buradan bu sene ne yaxşı. Bitti yönüyle koyup ona kaç ona koyup. Ayni damda ushbu yerda mana kosib akamiz ishlaydilar, juda ham ko'pchilikka xizmat qiladilar. Ushbu kosibxonalarni ijara qilib, bu yerda obodonchiliklarni qilib yuradilar. Hozir Dilshod Abdullayev, ya'ni bizning hokimimiz ushbu akani chaqirib yo'llariga kosibxonalarni yangilab berib, ham yonida qorovulxona qurib beraman dedilar. Ushbu joy Stoyanka bo'lyapti. Stoyankani ham nazoratini ushbu insonimizni bo'yniga topshiryaptilar. Bunaqasi hali bo'lmagan. Bu akamiz o'zi deyo juda ham xursandlar. Biz ham xursandmiz. To'g'risi, yangi kosibxonada yangi kasblar bilan yeni qo'shimcha daromad oladi. Bu kishi yana bir narsani aytib o'taman. Bu kishi qishi bilan ushbu joyda kachigarlik qilib, shu joyi isishiga, aholiga yaxshi xizmat ko'rsatayotgan tibbiy tez yordam hamda poliklinikani isishiga sababchi bo'lgan insonlardan bittasi, lekin kechasi bilan 24 soat mobaynida ushbu joyda kunduzi kosibchilik qilib, kechqurun kachigarlik qilgan insonlar. Biz juda ham xursand bo'ldik. Hokimimizga rahmat. Hem de bitta xonasi kosibxona bo'ladi. Ishlaymiz. Endi bu xona buni olib, ana devorni olib, buni bo'tkalarni olaylikda, mana kirishni ikkita qilaylik deyapman. Bir tomondan chiqsin, u tomondan kirsin. Maqsad shu.